Barnamoyga sizlar bilan Craft. Bugun sizlar bilan Minecraftda survival qilamiz. Hozirda biza hardda turibdi biza. Maqsadimiz esa bitta zo'rgina baza, ya'ni uy qurish. Mana hozirgi biyomimizni ko'rsanglar bo'ladi. Biyom вообще yaxshi emas. Nedir sahrolar. Bugun ukam kirmaydi. Ukamni chopamiz. Bunday ablahlar kerak emas. Faqat xalaqit beradi. Va o'yin boshlanmoqda. Ukam kirmas ekan. Negaligini so'radim, lekin aytmadi. Balkim men bilmadim, hozir biyom qidirish bilan ovoraman. O'tgan safargi qismda ko'rgan bo'lsanglar, bizlar toshdan epik narsalar o'ynagandik. Ukamga men daraxt bergandim, lekin kilka yasamagandi. Oxirida texnik nosozliklar sabab video o'chib qoldi va u videoni ham davomini olamiz. Bu lekin menga sal yoqayapti. Birinchi bizga bu yerdan ketamiz обязательно, chunki bizga daraxtlar kerak. Bu yerda daraxtlar yo'qligi uchun bu yerdan hozir bizga qum kavlab olamiz, chunki bizga обязательно, ya'ni aniq bizga qum kerak bo'ladi, chunki oyna qilamiz. Chopamiz. Yaxshi. Tekis biyom. Yaxshiroq biyomlar yo'qmi? Daraxt ham ko'rmayapman. Bizga achivka berishdi. Yaxshi. Voy! Qasr. Sahroli qasr. Qasrga kirib ko'rishimiz kerak. Lekin bizda hech vaqa yo'qligi sababli tepaga chiqishni ham o'ylash kerak. Mayli, bir gap bo'lar. Sandiqda oltin. Bular kerak emas. Yana oltin. Porix. Oltin olma. Va suyaklar. Bu otga narsalarni olamiz. Va tinitilarni ham olib ketamiz. Nega kerak bizga? Tinitilar olinayapti. Endi tepaga chiqishimiz kerak. Qorin och, ovqat yo'q. Nima qilishni bilmayapman. Strategiyam yo'q. Hoppa, bedoq ketdik menimcha. Ketdik. Hamma qumlar ishlatilinib ketildi. Yana daraxtli biyom qidirishga ketamiz. Yo'l yuramiz, mo'l yurganda ham yo'l yuramiz, короче. Menimcha qandaydir ukamdan so'rayman hozir. Texnik nosozliklar bo'layapti. Tuya. O'tib ko'ramiz. Urdim qoch. Urmaymi? Yo'q, tuya urmas ekan. Nega tekis biyom yo'q? Kemami buzilgan? Afsuski chiqmayapti.
bizga yaxshiroq biom, ya'ni joy kerak. Bu biom bo'lmaydi, chunki biz sahroda daraxt kerak. Daraxt esa bu biomda yo'q. Qorin ham ochyapti. Tekis biom topmasak bo'lmaydi. Yiqilamiz. Voy, suvga tushib ketdim. Yugurdik, daraxtlar haliyam yo'q. Ochlikdan o'lamiz shekilli, menimcha xatga qo'yib qo'ygandi. Mana yugurib ham bo'lmayapti. Menimcha quyon ovlashimiz kerak, lekin yugura olmaymiz. Nima qilish kerak? Qani? Bu yerda oltin olmani yeb qo'ysak bo'lmaydi, lekin yaxshiroq joy ham chiqmayapti. Menimcha hali ancha yursak kerak. Mayli, oltin olmani yeymiz. Chunki bizga tezlik kerak. Negaki qornimiz och. Yugurdik. Yo'l yurdik, mo'l yurdik. Manzilga yetmadik. Yana shu bo'lsa kerak. Daraxtni menimcha lava ko'llari bilan topsak kerak. Voy, bu yerda yomon katta, juda katta kon bor ekan. Tushib ketmaymiz-mi? Keyinroq qaytamiz-yu, lekin hozir bizda hech qanday resurs yo'q. Shu uchun bu yerdan ketamiz. Yuguramiz. Yurdik. Pam. Menimcha baliq olamiz shekilli, chunki yaxshi ovqat chiqmayapti, lekin suvda ham baliq yo'q. Demak, biz qarmoq yasashimiz kerak, lekin bizda o'rgimchak to'ri yo'q. Demak, o'rgimchak to'ri topishi kerak, lekin boya qalada bor edi muzli. Daraxt, lekin bu biom qandaydir kichkina daraxtlar olib kelgan. Daraxtni chopamiz. Yoki sahroda yashab qolamizmi, ko'ramiz. Vaziyatga qarashimiz kerak. Daraxt chopib olamiz. Bo'ldi, bizga urug' ham kerak, daraxt urug'i. Chunki sahroda tug'ilganimizdan so'ng biz ekamiz daraxt, lekin urug' yo'q hozircha. Bizga yana yer bloki kerak. Bu yerda yer blok bor ekan, olamiz. Chunki yer kam bo'ladi bizda. Buni qo'yamiz. Bizda hali ham ovqatdan ancha muammolar bor. Menimcha mana bu yerdan baliq olib olsak bo'ladi. Qishloqcha ham topdik, lekin kech tushyapti. Ba'zi uchun sal qiynalsak kerak, chunki
bizda haliyam yaxshiroq tekis biom yo'q. Ovqat hal qilsak bo'lishi mumkin, ovqatni hal qilishimiz mumkin, lekin ammo yashab qolish qiyin. Uxlaymiz. Villagerda turg'izib o'zimiz uxlaymiz. Hop, birinchi kunimiz ham o'tdi. Birinchi kunimiz chiqamiz. Bugun resurs kaktus bor ekan. Chiqib bo'lmaydimi? Nega yo'lda o'rtasiga kaktus qo'yib qo'yishgan? Shunga hayronman. Fakellar olamiz, bizga kerak bo'ladi. Keyinroq shaxtaga tushamiz. Bizga chunki ancha tosh kerak. Qani, ularga yordam beramiz. Golem yo'qmi? Nahot golem yo'q. Qochdik. Mayli. Nima qilsa qilaversin u zombilarni. Sahro zombilari afsuski lekin yonmaydi. Qoch. Buni o'ldirmasak, menimcha qutulib bo'lmasa kerak. Harakat qilib ko'raman buni o'ldirishga, lekin joni toshdanmi o'lmayapti. Jonimiz kam, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yo'q. Spam bo'lamiz. Teparoqqa chiqib narsalarimizni olishimiz kerak. Yaramas zombi. Mayli, qaytadan harakat qilamiz. Mana shu zombini. Villager qoch. Men senga yordam beraman. Bizga qishloq golemi kerak. Golem qaytdi. Mana bu yerda o'simliklarni olamiz. Olib, ekib, qaytib qo'yamiz. Olamiz. Ekamiz. Urug'larni esa bunga topshiramiz. Bunga topshirdik, bilmi? Bu komposter. Komposter va bu yerga kirib ko'ramiz. Bu yerda bu qo'li qolsin, fakellar kerak bo'ladi. Birdan fakellar olamiz. Ikkinchi etap. Hop, bu yerdan yashab qolsa bo'ladimikan degan savollar bor. Birdan ham fakellar olamiz. Keyin va bizga bu kerak, chunki uyimizda yashashimiz uchun. Kaktus. Menimcha hamma yoqda kaktus o'ssa kerak bu yerda. Lekin kaktusni nimaga o'stirishadi bular? Chunki ko'cha to'la kaktus bo'lsa o'zi zombi go'shtini yemaymiz. Fakellarni olamiz, chunki bizga kerak bo'ladi. Bular mayli qolsin. Tekis biom topa olmayapmiz. Afsuski, bizga ozgina bo'lsa-da daraxt kerak. Chunki daraxtsiz bo'yda ancha qiynalsak kerak. Chunki daraxtsiz uy tasavvur qilib bo'lmaydi. Yoki boshqa blokdan qilamizmi? Bu bedi. Bug'doy bor ekan, bug'doyni olib non yasaymiz. Non yasagandan keyin yashaymiz. Bu yerda kamonchi bormikan degan savol. Chunki bizga qurollar kerak. Hamda temirchi kerak, chunki temirchidan kilka yoki shunga o'xshash narsalar olamiz. Nahotki shuncha kattaroq qishloqchada yaxshi joy bo'lmasa. Minecraft Logic mana. Bu qanday bu ikkita blok bu yerda turib qo'ygan. Mayli, davom etamiz. Qani bu yerga kirib ko'ramiz.